Hammaga salom. Abbosbek Fayzullayev haqida bir bitta fakt. Qani boshladik. İsmi Abbosbek, familiyasi Fayzullayev. 2003-yil 3-oktyabrda tug'ilgan. Millati o'zbek. Bo'yi 1.67 cm, vazni esa 60 kg. Laqabi Abbosinyo. Sirdaryo viloyatidan, Sayxonobod tumanida tug'ilgan. Oilasida 6 kishi, 2 ukasi va bitta opasi bor. Tog'asi tufayli futbolchi bo'lishni tanlagan. 9 yoshida Paxtakor akademiyasiga kelgan. 17 yoshda debyut qilgan. Hozirda Turkiyaning Başakşehir komandasida o'ynaydi. 21-raqamda to'p suradi. Pozitsiyasi hujumkor yarim himoyachi. O'ng oyoq futbolchisi. Paxtakorda 32 ta o'yinda maydonga tushgan va 7 ta gol urgan. 2023-yilda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. 2024-yilda esa Olimpiadada ishtirok etgan. 2024-yilda Villarrealga o'tishiga ozgina qolgan. Rossiya Kubogi g'olibi, 3 karra O'zbekiston chempioni, 20 yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lgan. Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi ham bo'lgan. O'zbekiston iftixori faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Kelajak bunyodkori medali egasi. Sport o'yinlari orqali onlayn daromad topishni xohlaysizmi? Bizning Sinov.uz Telegram kanalimizda siz aynan shunday imkoniyatga ega bo'lasiz. Kanalimizda tayyor stavkalar doimiy ravishda taqdim etiladi. Bu orqali siz osongina daromad olishingiz mumkin. Video ostidagi manzil orqali hoziroq o'tib, kanalga obuna bo'ling va onlayn pul ishlashni bugundan boshlang. Rossiya Kubogini brazilcha raqs bilan nishonlagan. Rossiya Kubogini yutganda o'zbekcha tilak qilgan. CSKA Fayzullayev bilan bir kun loyihasini olib borgan. CSKAga kelganida o'zi bilan butsalari va PlayStation'ni olib kelgan. Pyotr Chalov bilan yaxshi kelishadi. Spartak komandasiga qarshi o'yinni qiyin deb biladi. CSKAdagi jamoadoshlarini osh bilan mehmon qilib turadi. Kapasiyaning o'zi ham Fayzullayevni maqtagan. CSKAdagi DJ hisoblanadi. 3 ta tilni biladi. Hozirgi kunda ispan tilini o'rganyapti. Jamoadoshlari bilan ispancha ham gaplashib turadi. Transfer marketdagi qiymati 8 million yevro. Oyiga o'rtacha 5000 dollar sarflaydi. Başakşehir bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan. Uydagilar uchun uy sotib olgan. Har bir o'yindan oldin ota-onasiga telefon qiladi. Kommentariyalarni deyarli o'qimaydi. Mashqdan hammadan keyin chiqib ketadi. Musiqa eshitib mashq qilishni yaxshi ko'radi. Kuchli dieta qilmaydi. Hayotda ham pozitiv. Futbolchi bo'lmaganida o'qituvchi bo'lar edi. PlayStation o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. FIFA 25 o'yinda CSKA komandasi sovg'a qilgan. PES 13 o'ynashni yaxshi ko'radi va uni legenda deb biladi. GTA 5 ham o'ynab turadi. PlayStationda Bavariya komandasini tanlaydi. Eng yaxshi ko'rgan sxemasi 4-3-3. Fayzullayev dribling qilishni juda ham yaxshi ko'radi. Krossovkalarni yoqtiradi. Eng yaxshi ko'rgan futbolchisi Messi. Barselonaning fanati. Asosiy maqsadi Barselonaga o'tish. APLdan ko'ra La Ligani afzal ko'radi. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi kola. Sushini yoqtiradi. Baliq go'shtini juda ham yaxshi ko'radi. Oversize stilda kiyinadi. Adidas va Nike brendlarini yaxshi ko'radi. Flavis brendining ambassadori. Chayxona Aziya restoranini maqtagan. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Lambo. Instagramida 600 mingdan ortiq obunachisi bor va 191 ta post joylagan. 469 ta odamga obuna bo'lgan. Neymarga ham podpiska tashagan. Rasmiy YouTube akkaunti yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda unchalik aktiv emas. Husanov bilan yaqin do'st va xonadosh. Ko'p qizlar bilan gaplashadi. Intervyu vaqtida Abduqodir Husanov uni o'g'irlab ketgan. Osiyo chempioni bo'lganida otasi bilan nishonlagan. Qatarga qarshi o'yinda gol urib, Naruto jesti bilan nishonlagan. Naruto animasining fanati. Unlimited Boys bilan challenge qilgan. Sofascore bo'yicha o'rtacha reytingi 7 ball. Terma jamoa safida 8 ta gol urgan. Jahon chempionatiga chiqish orzusiga erishdi. Bolaligida futbol o'ynab, oynalarni sindirib qo'ygan. Yangi yilni oilasi bilan Dubayda kutib olgan. Turkiyaga borishni yaxshi ko'radi. Chempionlar ligasi finalida hech kimga muxlislik qilmagan. Sovg'alar berishni yaxshi ko'radi. O'zbekistondagi komandalar ichida Paxtakorni ustun ko'radi. Muxlislar tomonidan o'zbek Messisi deb chaqiriladi. Qatarga qarshi o'yinda dubl qilgan. Wolves jamoasiga o'tishiga ozgina qolgan. Afsuski hozirgi klubida yaxshi o'ynay olmayapti. Shomurodov bilan birga to'p suradi. Tanishtiruv marosimi ham o'zbekona bo'lgan. U20 Osiyo Kubogida turnirning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan.